Öyle şey. Süreç, çakka olmadı diyeyim bana. Yaxshimisiz? Qaraysan? Yaxshi, yaxshi. O'ta ketdi bitirlaysan. Yo'q, ishim bor edi. Bundan chiqar bu yoqqa. Bir tiyin pulim yo'q, ishonasizmi? Bir tiyin kopeyam yo'q. Sigaretni ol bo'lmasa. Men undan chakmayman-da. Voy, masalan, chakasanmi yo'q deb so'ramadim. Yo'q, sigaretim yo'q. Telefoning bormi? Ha, telefonim bor. Kimga qo'ng'iroq qilish kerak? Yo'qol telefoning menga. Nima berarkanman men o'zimning telefonimga? Olib. Peshiningni dash osib qo'yaman hozir. Yo'q, gapirmang. Bu bitta telefonni deb anaqa qilmay bo'ldi mana. Bo'ldi. Baba. Qara kim qo'yat xo'jayin deb yozib qo'yibsan-ku. Xo'jayin, ha, ishxonasi xo'jayin. Shuni gaplashib oling, maylimi? Bo'la qo'yasiz, gaplashasiz. Ot qo'ying ol. Gaplashasiz. Alo, assalomu alaykum. Ha, xo'jayin, yaxshimisiz? Dal o'tib boraman. Hop. To'xta. Xo'jayin. Buni xo'jayiningga. Ben hayır, aynı bu. Ben uyum şu otu. Men shu o'zim qara, pulim yo'q deyapti. Voy, ko'zanda uyinda pul olib chiqasan menga, olmi? Bo'ldi, hop. Ya bo'ldi, olib chiqaman. Ishxonaga chaqirganda, hozir xo'jayinga gaplashaman. Kiyimimni alishtirib olaman-da, chiqaman, hopmi? Bo'ldi, tezasir. Bo'ldi, pul olib chiqaman, hop. Bo'l, olib chiq. Yo'q, xo'jayin sizga emas, bo'ldi, hop, hozir. Hozir kiymasin. Hozir. Ha, bo'ldi, xo'jayin, bo'ldi. Yo'lga tushib mana. Yo'q, ben sizga pul berish kerak, mana. Oling, bo'ldi. Ha, pul so'rayapti. Oga, men o'zim mana hazillashib turaman-da. Yaxshi olib kelishga. Ha, hazillashib o'tirmadingiz. Voy, saqoldi-ya.